Islom aka, yaxshimisiz? Rahmat, Salomatmisiz? Aka, bir taklifim bor. 31-dekabr Xalqimiz ko'rsatuvi yangi yil sonida ustozimiz Erkin Vohidov ijodlari va hayotlariga yana nazar tashlab, nima deysiz? Juda go'zal taklif. Sababi qo'shaloq bayram bo'ladi. 28 dekabrda ustozimiz tavallud topgan kun. Shu bilan birgalikda bu bayram qo'shnisi ayni duo bo'ladi. Menimcha butun she'rsevar xalqimiz buni jonli kutib oladi. To'g'ri, ayniqsa yangi yilda istiqomat topdi. Aliviyalarni yer. Ha, ustozning she'rlarini birgalikda muxlislar tomonidan eshitamiz. Albatta. Rasman hozir bir narsa yodimga tushdi. Mana shu nima deydi, ko'rsatuv bahonasida ustozimiz Erkin Vohidov she'rlariga yaratilgan videoroliklar tanlovini ham o'tkazib yuborsin. Shunday. Taqdirlash marosimi Bo'ladi, g'oliblarni taqdirlaymiz shu kuni. Haligi bitta o'q bilan ikkita quyonni urib yuboradi. Kelishdik. Demak, 31-dekabr Madaniyat Ma'rifat kanalining prime time'ida albatta tomosha. Shunday.